Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Men ismim Umurzoqov Sidiqbek. Bugungi videomizda atigi 3 daqiqa ichida sun'iy intellekt bazasida robot agentlar yaratishni o'rganamiz. Hech qanaqa kod yozish shart emas. Bo'lmasam boshladik. Brauzerga kirib turib app.bright.uz deb yozamiz. Va bu yerda biz Google orqali registratsiyadan o'tamiz. Eng muhim narsani sizlarga aytib o'tib ketishim kerak. Biz hech qanaqa pochtalarni parolini olmaymiz. Platformaga kirganimizdan keyin bu yerda biz o'zimizning brendimizning ismini yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun men bu yerda mat deb yozaman. Xo'p, bu yerda biz o'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlaymiz va nima muammolar, sizni nima keltirdi? Men Instagram va WhatsAppda buyurtmalarni yo'qotyapman, lidlar yo'qoladi, kvalifikatsiya yo'q. Bir qancha variantni tanlasangiz bo'ladi. Agar sizni variantingiz chiqmayotgan bo'lsa, buni bostirib qo'lda ham yozsangiz bo'ladi. Keyingisiga o'tkazamiz. Bu yerda biz o'zimizning yo'nalishni tanlaymiz. Ya'ni menda restoran yo'nalishi, agar siz o'zingiz yo'nalishingizni bu yerda topa olmasangiz, boshqa sohaga bosasiz va yuqorida aytganimdek qo'lda kiritasiz. Men restoranni tanlayman. Bosamiz. Va eng kulminatsion joy aynan shu yerda o'rtoqlar. Men sizlarga bu yuqorida aytdim, hech qanaqa kodsiz deb. Ya'ni biz sizlar uchun robot qildik. Robot agentni bizni robot qiladi. Ya'ni bizani robotga qisqacha ma'lumot berasizlar va o'zi hamma kataloglarni, hamma promptlarni o'zi yozadi. Xo'p, misol uchun bu yerda sayt ko'rishimiz mumkin. Agar sizni brendingizning sayti bo'lsa, saytini tashlasangiz, robot saytingizga o'tib turib, har bitta ma'lumotni parsing qilib olib turib, ya'ni agent ichiga kirgizadi. Agar sizda sayt bo'lmasa, ochiq Telegram kanalingizni kiritasiz. Agar ochiq Telegram kanal bo'lmasa, Instagram profilingiz yoki fayl orqali joylashtirsangiz bo'ladi, yoki qo'lda ham kiritsangiz bo'ladi. Endi bizda sayt bor, o'shaning uchun men bu yerga saytni kirgizaman. Xo'p, saytni kirgizdim va bu yerda men bosaman. Parsing qilishni boshladi. Hozirgi paytda robotimiz saytga o'tib turib, hamma ma'lumotlarni yig'yapti. Mana o'rtoqlar, oradan 2 daqiqa o'tdi va bizda robot agent deyarli tayyor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'zi promptni yozib turib, kirgizgan, filiallarni yozgan va hokazo. Agar sizda mana shu promptda qanaqadir bir o'zgartirish bo'ladigan bo'lsa, qo'lda ham mana bitta o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, o'tkazamiz va bu yerda bizda tayyor kataloglar hozir yig'ilmoqda. Hop, keyingisiga o'tkazamiz. Va bu yerda bizning robot sizga o'zi maslahat beradi. Ya'ni agentlarning ismi qanaqa bo'lsin. Ya'ni bu yerda dasturxon maslahat berayotgan ekan. Agar sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, o'zingizlar ham qo'lda agentlarga ism qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda muloqot uslubi bizda tajovuzkor sotuvchini maslahat beramiz. Tajovuzkor sotuvchi yaxshi sotib beradi, xudo xolisa. Buni bosamiz va keyingisiga o'tkazamiz. Va shu yerni o'zida o'rtoqlar biz robotni test qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, misol uchun bu yerda qanday rasmiylashtirishim mumkin degan savolni o'zim berdim. Va bu yerda mana agent javob bermoqda. Agar menga javobi yoqqan bo'lsa, like bosaman, yoqmayotgan bo'lsa, dislike bosaman va nimasi yoqmaganligini bu yerda yozib to'g'rilayman. Ya'ni shu yer o'zida ham agentimizdan to'g'rilab borishimiz mumkin. Ya'ni javoblarini. Keyingisiga o'tkazamiz va bizda o'rtoqlar 3 daqiqa o'tdi. Robot agent tayyor. Endi buni Instagram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqqa ulasak bo'ldi. Bosamiz va bu yerda men Instagramni ulab ko'rmoqchiman. O'shaning uchun men Instagramni bosaman. Ya'ni ulash tugmasini bosib turib, Instagram orqali bu yerga bosamiz. Va bizda o'rtoqlar mana Instagramga faol deb yozilgan, ya'ni biz ulab bo'ldik. Endi robotimizni tekshiramiz. Men telefon orqali yozib ko'raman. Bu yerda сообщение chiqadi va shu yerda o'zini tekshiramiz. Assalomu alaykum. Sizlar qanaqa? Xo'p, assalomu alaykum. Sizlarda qanaqa shashliklar bor deb yozdim. Hozir javobini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana o'rtoqlar, oradan 5 soniya o'tdi va robotimiz uje javob bermoqda. Mana ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar, robot kataloglar bilan birgalikda shashliklarning narxini ham yozib qoldirdi. Men telefon orqali rasmlarni ko'raman, kompyuter orqali esa hozirgi paytda zagruzka bo'lmoqda. O'rtoqlar, hoziroq o'zingizdan platformaga kirib turib, atigi 3 daqiqa ichida robot agentni qilib ko'ring. Xudo xolasa hali oldinda videolarimiz chiqadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib ketishni unutmang. Hammaga rahmat.